Qani, bismillah. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Ziyovuddin Ahmadjonov. Siz YouTube'dagi yana o'sha Ahmad Bobo Uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Xo'p, do'stlar, bugun hafta kuniga juma 30-yanvar 2026-yil. Barchangizga bugungi juma ayyomi Sayyidul ayyom juma kuni muborak bo'lsin. Hop, bugungi video roligimiz yana o'sha o'zimizni xonadondan bo'ladi. Kommentariyada juda ko'plab so'rashdi. Somonni qanday chiqariladi? Nima yemlar yeyapti? Oltin gugurt haqida juda ko'p so'ralgan keyin. Shu haqida mollarni novvoslarni ko'rsatib o'taman. Video qilmoqchi bo'lib bu video syomkani boshladim. Mana bu apparatda mana bu faqat somon chiqarishga mo'ljallangan. Somon o'sha o't umuman Xitoy apparat. Somon o't chiqaradi, quruq ho'l tanlamay chiqaradi. Anaqa donlarni makka, bug'doy, mosh, arpa ularni chiqara olmaydi bu. Faqat anaqani chiqaradi, o'tlarni. Quruq ho'l tanlamay lentasi bor. Chiqaradi. Shundan somonni chiqarib olamiz. Mana bu yerda 2 millionlik, 2 million 200 ming, 300 minglik yem olib kelganman. Yemni tayyorlab ko'rsatib o'tganman. Mana tashqarida ozginagina tuman bor. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Qorlar eridi. 2026-yil Sayyidul ayyom juma kuni. Qorlar mana chekkada ozgina qoldi. Biz yana o'sha o'zimizni molxonadan syomkani boshladik. Xo'p, albatta videolar yoqayotgan bo'lsa bittadan laykni bosib qo'yasizlar. Kommentariyada so'rashganligi uchun men hozir alohida yana video qilishga qaror qildim. Xo'p, juda ko'plab so'rashdi mendan. Mana hozirgina bularni yemini berib qo'ygandim. Yemni hali yeb bo'lmadi. Yem bilan men aytib o'tganman. Oltin gugurt haqida juda ko'p so'rashdi. Mana bu oltin gugurt. Mana tashqariga olib chiqib ko'rsatay. Bu oltin gugurt. Bu texnicheskiy oltin gugurt. Bu vet aptekalarda sotiladigan oltin gugurt emas. Bu oltin gugurt qishloq xo'jaligida ishlatiladigan oltin gugurt hisoblanadi. Vet aptekalarda ham sotilyapti. Lekin bu vet aptekalaridagi oltin gugurt emas. Oltin gugurt qo'shib video syomka qilganman yem tayyorlash jarayonini. Endi qisqa qilib aytganda yemlar haqida yana aytib o'tib ketay. Xo'p, yemni mana shu lekada mana bitta to'ldirib iliq suv to'ldirib olamiz. Mana bu tog'orada mana tog'orani ko'rsatib o'tganman har doim. Bu tog'oramizda ikkitadan mana somonni boyagi drobilkadan chiqarilganini ikkitadan har bittasiga to'kib tashab chiqiladi. Har bittasiga ikkitadan to'kib tashab chiqilgandan keyin ana lekadagi suvi somonni ustidan quyib chiqiladi, ho'l qilib, nam qilib. Somonni ustidan to'kib chiqqanimdan keyin lekadagi suv tugaydi, bitta polni. Undan keyin mana yarimta sulus turibdi bu yerda. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana shu yarimta sulusni o'sha somonni ustiga, nam somonni ustiga polni sepib chiqaman yana. Uni sulusi sepib bo'lganda, buni bittasini bersangiz bo'lmaydimi? Sulusi 50-50 somon bilan teng baravar berish kerak degan kommentariyalar bo'ldi. Uni o'qidim. Siz aytganday qilsak ham bo'ladi, lekin sulusning narxi qimmat. Hozir mana shu novvoslar o'rtacha hisobda bir oyiga bir donasi 450-500 ming atrofida yemni o'ziga pul ketyapti. Yem bilan mana shu sulusni o'ziga. Men hali bu somonni qo'shganim yo'q buni ichiga. Agar somonni ham qo'shadigan bo'lsak, boring bir kuniga bir donasi 5 mingdan rasod qilsa ham 20 minglik somon yeydi to'ttasi. Uni qo'shganim yo'q. Bularni har bittasi oyiga
o'rtacha hisobda plus minus o'rtacha hisobini aytyapman sizlarga. 500 ming so'mdan rasxoti bor. Yem, sulusga ketayotgan rasxotni o'zi mana somondan tashqari. Shuning uchun men sulusni yarmini, bir qop 20 ming turadi buni ham. Sulusni yarmini ertalab, yarmini kechqurun qilib mana beraman. Shunda 20 mingga bir kunga yetkazayotgan bo'laman. Har bittasiga shunda 20 kilogramm bo'ladigan bo'lsa, 10 kilosini ertalab, 10 kilosini kechqurun yeyadi. Bu to'rtta novvoslarimiz. Mana ko'rib o'tishinglar mumkin. Novvoslar o'zgarayotgan bo'lsa, o'zgarayotgan, o'zgarish past bo'layotgan bo'lsa, past bo'layotgan deb yozib qoldirishinglar mumkin. Izohlar ochiq. Izohda yozishyapti, tuzlar bormi? Tuz past, ya'ni mana oxirida turadi. Novvoslar xohlagan paytida tuzini yalab, yemini yeb, damini olib yotadi. Xo'p, ularning rasxotini aytib o'tdim. O'rtacha hisobda 500 ming atrofida yem yeyapti bular. 500 minglik rasxoti bor. Sulus bilan yemni qo'shib hisoblaganda har oyiga bular 2 million, 2,5 millionlik yem yeyapti. Xo'p, yana nimani aytib o'tsak bo'ladi? Xo'p, yemni ko'rsatib qo'yay endi. Yem o'sha tayyorlab ko'rsatgan edim. O'sha yemimiz mana ozgina qoldi, hali tugamadi. Buni ichida mana makkan uni, kepak, kunjara, tuz, oltin gugurt qo'shib o'zim omoqda qilib tayyorlaganman. Novvoslar uchun omoqda yem. Bu oltin gugurt zahar hisoblanadi. Vet aptekalarida sotilayotgan oltin gugurt emas mendagi. Bu oltin gugurt oz miqdorda berishinglar mumkin. Oltin gugurt foydali tomonlari novvoslarni bu tashqi parazitlari, ichki parazitlarini o'ldiradi, ishtahasini ochishga yordam beradi. Xo'p, keyin kommentariyada yana so'rashgan edi. Molxonani hamma joyi yopiq, mollar o'zi go'ngidan chiqayotgan hidiga zaharlanib qoladi deb yozishgan ham edi. Molxonamiz постоянный ochiq turadi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Bu yer mana o't tushadigan joyda. Постоянный qishda ham, yozda ham, mana qishki sharoitda ham tashqari xonu. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Bu yer ochiq bo'lgan bilan mana kunduzga ochiq qo'yaman bu yerni. Kechqurun yopib qo'yaman. Kechqurun yopiq bo'lganda ham mana shu joyimiz ochiq turadi. Ya'ni bu yerdan havo kirib, aylanib turishligi uchun ochiq qoladi. Shunda novvoslar zaharlanib qolmaydi. Yaxshi havo aylanib, o'zini axlatini hidiga zaharlanib qolmaydi. Shuni ham hisobga olib o'tib aytib ketyapman. Hop, kunduzi постоянный ochiq turadi bu eshigimiz. Mana molxonaning tashqi tomonidan hozir sizlarga ko'rsataman. Bu 4 ta eshigi bor. Bu tomonda 2 ta, orqasi tomonida 2 ta. Yozda ochib tashlanadi hammasi. Hozir bu qishda mana shu eshigi ochiq turadi постоянный ertalab, kechqurunlikka yopib qo'yaman. Molxonamiz tomida ana somon preslar bor. Hali 30 zaxirasi yetarli hisobda bor. Novvoslarimiz shu tarzda boqilyapti. Xo'p, kimgadir foydali, manfaatli video qo'yib borayotgan bo'lsam, men bundan juda ham xursandman. Mana novvoslarimizni go'ngi bu tomonga tashlanyapti. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu tomonda ham 2 ta eshigi bor. 2 ta eshigini mana orqa tomonini mana boya ko'rsatib ham o'tdim. Kunduzi ochiq turadi, polni. Novvoslar sovqatmaydi. Havo aylanadi, yaxshi bo'ladi. Mana jaydar o'zimizning novvosimiz. Bu yoqda 2 ta Qirg'iziston paroda novvoslar, bu yoqda Golshtayn eng oxirida. Shu tarzda boqyapmiz novvoslarni.
Videolar albatta kimgadir yoqayotgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Kimgadir yoqmayotgan bo'lsa, o'sha uyingdagi 4 ta molingni chiqaraverasanmi? Boshqa ishing yo'qmi? deydigan obunachilar, mana kommentariya yozuvchilar bo'lishi mumkin. Bitta ikkita bo'lyapti ham. Endi men qo'limdan kelganicha o'zim uchun kimgadir qiziq bo'layotganligi uchun video qilib, syomka qilib, kanalga qo'yib yozib ketyapman. Kimdir shu biz qilayotgan ishdan o'rnak olib shu ishlarni qilsa, biz ham bundan albatta xursand bo'lamiz. Novvoslarni ko'rishingiz mumkin. Mana hammasi sog'lom. Xudo xolasa yaxshi ketyapti, semiryapti. Shu qadrli obunachilar, qadrli do'stlar, videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rab qolamiz. Xo'p, videolarni xato kamchiligi uchun uzr so'raymiz. Uzrlarni so'rab qolamiz. Xo'p, o'zimni tomog'im og'riyapti, shuning uchun ovozim ham juda zo'r chiqmayotgan bo'lsa, buning uchun ham uzr so'rab qolamiz. Mana u apparat narxini aytmadingiz deb so'raganlar uchun apparatni 4 million yoki 4 million 500 mingga olishgan edi, dadam olib kelganlar. Bu yoqda mana yemimiz turibdi hali yana. Kepak 85 ming so'mmikin, adashmasam. Hop, suluslarni qopi 20 ming. Bu makkan uni mana bu yerda. Buni kilosi 4,5 mingmikin, shunaqa. Hop, kunjara turibdi, uni tagida. Kunjaraning kilosi 5 ming so'mdan olingan edi. Kepak kunjara, makkan uni bilan narxini aytib o'tdim. Shu tarzda novvoslarni boqib turibmiz. Novvoslar mana ko'rishingiz mumkin. Bu oxirida hech nima qolmaydi kechgacha. Hozir bular yemini yeb bo'lish arafasida turibdi. Yem aytmanmi, yemmi? Mana cho'mishda, hozir ko'rsataman. Bu cho'mishda mana har bittasiga mash cho'mishda bir donadan 2 donadan beriladi. 1 dona deb qo'yaman. 2 donadan beriladi har bittasiga. U cho'mishdagi yem taxminan 1 kilo, 1,5 kiloni atrofida chiqadi. O'shanda har bittasiga 3 kilo oshiqroq kepak, kunjara, makkan uni aralashmasdan berayotgan bo'lamiz. Tuz, oltin gurdan bor, ozgina miqdorda. Har bittasiga ertalab 3 kilo kepak, kunjara aralashma yemimizdan berayotgan bo'lamiz. Kechqurun yana 3 kilo atrofida yeyotgan bo'ladi. Shu tarzda boqyapmiz. Videoni endi tugatsak ham bo'laveradi. Videoni tugatamiz. Kommentariyada aytgancha sigirni yemini beryapsan degan kommentariyalar ham o'qidim. Endi sigirni yemimi, novvosni yemimi qo'ldan kelganicha biz boqyapmiz. Bizga mana usul, mana berayotgan usulimiz yoqyapti. Shuning uchun shuni beryapmiz. Hamyonbop ham desa ham bo'ladi. Chunki har bitta novvos uchun 500 ming so'mlik bir oyga rasxod, bu menimcha o'rtacha yaxshi rasxod hisoblanadi. Meni fikrim shaxsiy. Kim qanaqa yem berayotgan bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Oyiga mana novvosim, mana buqalarim mana shunchalik yem yeydi deb. Mana taxminiy o'lchab chamalab chiqqan yemlarim bu har bittasiga 500 ming so'mdan rasxod ketyapti har bitta molga. 2 million rasxodi bor. Shuni inobatga olasizlar. Shuning uchun sigir yemimi, novvos yemimi shu qo'limdan kelgani mana shunchalik berib boqyapmiz. Albatta biz hech kimga qalbiga ozor berishni xohlamaymiz. Hammani o'zini boqish uslubi bor. Meni uslubim shu.
Shu uslubni sizlarga ham ulashib yoqayotgan bo'lsa, mendan nimadir o'rganayotgan bo'lsanglar, men juda ham xursandman bundan. Allohdan albatta hammani xonadonida shunaqa novvoslardan juda ko'p bo'lishligini so'rab qolamiz. Barchanglarga omad yor bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarda xato kamchiliklar bo'lgan baribir bo'layotgan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.